Xudo xohlasa, Sharxonda yana bir Fayzli xonadonimizdan sementoy tagalarni qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xohlasa, o'ta bejirim chiqqan. Haligi proyekt bilan birga bir chiqazganmiz. Xudo xohlasa, ko'rishingiz mumkin. O'ta idealni qilib. Hali gullarni ko'rishingiz mumkin. O'ta bir-biriga monon tushib, orcha detal ham yo'q. Xudo xohlasa, har bir mayda detaligacha ham ahamiyat berib chiqazib berganmiz. Xudo xohlasa, ozgina joylarda, chala joylarda chistovoylari turibdi. Batamon bitgan yo'q. Xudo xohlasa bitgandan keyin ham yana bitta qo'yamiz. Xudo xohlasa ko'rishingiz mumkin. O'ta idealni chiqqan. Darvoza xonamizni chiroyli qilib ramkalarga bo'lib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. O'ta bir tiniq, bir chiroyli turibdi. Har doim ramka bitta aylanardi bo'lib, u sal zamon talabiga sal javob bermayapti. Xudo xohlasa mashinaqa chiqsa, hozir prichtga ham hozir zamonga ramkalar javob beryapti. Burchinglarni ko'rishingiz mumkin. O'ta kevoya, xudo xohlasa, o'ta idealni qilib berganmiz. Bu yoq tomonlardan ko'rishingiz mumkin. Xudo xohlasa, o'yinchoqlar tepada ham, pastda ham o'yinchoqlarni chiqazib berganmiz. Ichkarilarga ham chiqarib, xudo xohlasa, ko'cha tomonimizdan ichkari tomonimizdan ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib, xudo xohlasa, proyekt bilan birga bir qilib chiqazib berganmiz. Xudo xohlasa ko'rishingiz mumkin. Har bir detalni joy-joyiga qo'yib, xudo xohlasa chiroyli qilib berganmiz. Proyekt bilan birga bir chiqqan. Xudo xohlasa qirlariga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Har bir joyiga ahamiyat berib, bir chagi bo'lsa endi shunaqa bo'ladi. Endi chistovoy ham xudo xohlasa chiroyli qilib sepilingan. Shu belidan pastida polni o'yinchoqlarga bitta sepib qo'yilsa, polni bitadi. Xudo xohlasa regelimizga ham 3 qator karnizni yurgizib berganmiz. O'ta regel ham oxirida, xohlasa o'ta ochib yubordi, ko'rishingiz mumkin uchastkani. Har bir qosh akoshkalarga ham xohlasa chiroyli pianinolarni tashlab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana narsa ham uchastkani ancha ko'rkiga qo'shib turibdi. Ko'p joylarda savol shubhalarda mana shunaqa narsa qanaqa o'lchanadi deganlar uchun bu kelishishga bog'liq. Ko'pchilik donasini metrga oladi, atkosni metrga, ko'pchilik ikkala qirrasini oladi. Ko'pchilik bitta o'lchab bo'ldi. Tiagan narxida qo'shib yuboradi. Shu, masalan, hozir bu yerda 140 mingdan bo'lgan bo'lsa, buni ham bitta o'lchab 140 mingdan qo'shib yuborganmiz. U balandligi masalan 1 metrmi, 120 mi, masalan, mana unda 30 santimetr. Bular 1 metrga salkam bir 95 mi, 96 mi shunaqa. Bularni ham bitta o'lchab, o'sha 140 mingdan qilib yuborganmiz. Bitta katta kichigini hammasini 140 mingdan qilib, mana o'yinchoqlarni 120 mingdan qilib berdik. Nega? Bitta gideti jami 280 ta o'yinchoq chiqdi. Nega? Bu ramkalari ham ko'p, ko'cha tomonda ham ko'p. Hozir orqa tomonga ham o'tganda bir ko'rasizlar. Polni o'yinchoq bo'lib ketdi. Xudo xohlasa, o'yinchoqni 120 mingdan, katta kichik hamma gulli 140 mingdan chiroyli qilib Andijon Sharxonda qilib berganmiz. Xudo xohlasa, ko'pchilik uy uchastkani proyektini so'raydi, hamma narsasini so'raydi. Xudo xohlasa, o'zimizga yozsanglar, bu proyektgacha ham tashlab beramiz. Xudo xohlasa, mana shu uchastka bilan birga bir qilib chiqarib beramiz. Agar Andijon territoriyasida bo'lsanglar, lokatsiyasini tashlaymiz, kelib turib joyida ko'rsanglar, bu hozir videodacha chiqmaydi. Kimdir telefoni sifatli oladi, kimdir sifatsiz ko'rsatadi. Joyiga kelib turib ko'rsanglar, vash idealni turibdi. Xudo xohlasa lokatsiyalargacha beramiz. Darvoza xonalarimizni ramkalariga ahamiyat berib ketasizlar. Xudo xohlasa karniz bitta bu yoqda ham aylanib, bitta gipsokartondan regel qilib o'tib ketganmiz. Bu joyda ham karnizimiz bor, katta. Xudo xohlasa ozgina qorong'uligi ko'rinmayapti. Mana shu yerdan boshlangan karnizimiz, xudo xohlasa. Bu orqa tomonimizda bo'ladi. Orqa tomonimizda ko'cha bor ekan, xudo xohlasa ko'cha ham ko'cha fasad ekan. Ko'chaga chiroyli qilib bitta dizayn ishlab beringlar, bitta eshikdan chiqqani degan uchun mana shunaqa qilib ramkalarni aylantirib ichiga jaluzi tashlab berganmiz. Bilaylari bilan xudo xohlasa o'ta idealni qilib berilgan. Bu yoq tomonimizni o'yinchoqsiz fasonda bu yoq polni ketgan. Bu yoq tomonimizga polni urg'u berib, xudo xohlasa o'ta idealni qilib berganmiz. Xudo xohlasa ko'rishingiz mumkin. Bitta jaluzilar ham xudo xohlasa o'ta ochib turibdi. Jaluzini ham ko'pchilik qanaqa o'lchanadi, qanaqa bo'ladi, uni har bir
soyi o'lchanadimi, qanaqa o'lchanadi, yo 10 santisimi yo 20 santisimi deganlar uchun buni kvadratga olinadi. Masalan, kvadratni kelishiga bog'liq. Hozir o'rtacha 500 ming atrofida bo'lyapti. Hozir kvadrati shu 500 mingdan bo'ladi. Endi o'zingizga kelishingizga bog'liq. Masalan, ko'pchilik 300 mingdan qilyapti, ko'pchilik 700 ming, 800 ming yo 50 dollardan qilyapti. Shunga qarab, yo ko'pchilik 20 santisini bunaqasiga metrlashyapti, 20 santidan bo'lishib yuboryapti. Endi bu doговорga bog'liq. Masalan, kimdir 100 mingdan qiladi, kimdir 200 mingdan qiladi. U masalan, sen 100 mingdan qilyapsan ekan, sen 200 mingdan qilyapsan ekan degan narsa u bo'lmagan narsa. Masalan, doговорni eplab kim necha puldan qilib chiqib ketsa bo'ldi. O'shaniki bo'ldi. Masalan, sen 100 mingdan, sen 200 mingdan degan narsa u gaplasha olmaydigan, qo'lidan kelmagan odamlar shu narsani deydi. Masalan, kelib turib chaqiring. Masalan, biz 130 mingdan 150 minggacha narx qo'ygan bo'lsak, masalan, 120 mingdan qilgan joyimiz ham bor. Masalan, 180 mingdan qilgan joyimiz ham bor. Joyiga qarab, ishni katta kichikligiga qarab keyin gaplashamiz. Masalan, 130 mingdan deymi, bo'ldi, 130 mingdan qilamiz degani emas. Masalan, bu uchastkamizda где-то 1300 metr atrofida undan oshiqroq ham bor, adashmasam, xuddi shunaqa chiqadi. Shuning uchun 140 mingdan qilingan o'yinchoqlari, o'sha 280 ta atrofida o'yinchoq bor. Yedita ularni 120 mingdan qilingan. Noqolada ko'rishlar mumkin, ko'cha fasadi, lekin vashi noqolasa o'ta idealniy qilib berganmiz. Ko'rishlar mumkin. Hali o'zgacha dizayn asosida bo'lgan, xudo xolasa. Yana bir ko'rib o'tib ketasizlar. Ashi ichkari tomon polni o'zini dizayn asosida bo'lgan, ko'cha tomonimizdan mana shu zaborini ozgina joyiga o'zim arxitektor bilan gaplashib, o'zim ozgina proyekt qo'shing deb turib, mana shu narsa bilan mana shu narsani qo'shib qo'ydim. Betkam tushirib yuboringlar desam, yo'q, shart emas dedi. Mana shuni o'zi yaxshi chiqadi dedi. Bo'ldi aka deb turib, xudo xolasa mashinani chiqazib qo'ydi. Xudo xolasa o'ta idealniy qilib berganmiz. Xudo xolasa 12 ta viloyatda ish qilamiz. Ishimizga где-то xudo xolasa, xudo uyoltirmay tursa, 50 yil garantiyasi bilan, xudo xolasa 5 yil qayta serizi bilan qilib beramiz. Xudo xolasa, xudo uyoltirmay tursa, bo'ldi. Shu pastda opsiyada nomerlarimiz qoladi. Bemalol bog'lanib telefon qilishingiz mumkin. Masalan, 12 ta viloyatda bo'lsa, vodiyda bo'ladigan bo'lsa, bexijolat borib, uchastkani o'zida gaplashamiz. Agar vodiydan tashqarida bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib yo Telegramdan rasm, videolarni tashlab bersanglar, xudo xolasa, bir 15 metr plus minusi bilan necha metr chiqishi, necha pul summa bo'lishini primerni hisoblab beramiz. Qanaqa gul chiqishini kataloglarigacha tashlab beramiz, xudo xolasa. U narsalar bepul, xudo xolasa, chiroyli qilib bog'lanishinglar mumkin, xudo xolasa. Ko'rishinglar mumkin. O'ta idealniy qilib berganmiz.